Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun men buyuklik qarzdorligi degan temani so'zlamoqchi. Bu temani men George Floyd masalasini ko'radigan holda bayon qilmoqchi. George Floyd masalasi 2020 yil 5-oyning 25-kuni Amerikaning Minnesota shtatining Minneapolis shahrida yuz bergan bir voqea bilan boshlandi. George Floyd 46 yoshli bir necha balaning dadasi bo'lgan, qartaliklar pushtidan bo'lgan Amerika fuqarosi. Bu kishi shu 25 may bir kechqurun bir do'konga kirib $20 saqt pulni berib bir sigaret sotib oladi ekan. Sigaretni sotib olib o'zining mashinasi do'konning oldida to'xtalgan mashinasi chiqib o'tsa, bu do'konninki mal sotuvchisi yugrab chiqib, "Men pulni saqt ekan, sigaretni qaytarib ber" deydi ekan. U unimaydi ekan. Unimagan ekan bu saqchiga do'konning mal sotuvchisi saqchiga ma'lum qildi ekan. "Biraylan saqt pul berdi, maskan biz kontrol qilamiz" deb. Shuning bilan saqchilar yetib keldi ekan. Yetib kelib, azizlar bu kishi bilan saqchilar o'tirsida bir azroq surkilish bo'ldi ekan. Bu ularni qo'lga olamizda, mashinasiga solamiz ekan. U kishi tirkishdi ekan araliqda. Ya bir sifatlab yiqitibdimi yoki o'zi yiqilib tushdimi? Ishqilib bu kishi yiqilib tushdi ekan. Bu kishiningki bo'yining egizligi 1.98 sm kelgan, yo'g'on adam ekan bu. Shu araliqda buning atrofida 4 saqchi paydo bo'ldi ekanda. Shu 4 saqchi buni bilan tirkishayotgan. Buning ichida ikkisi birsi afrikaliklar, ya'ni qartaliklar pushtidan bo'lgan, birsi osiyoliklar pushtidan bo'lgan, ikkisi aqtalik saqchi. Buning ichida aqtalik saqchininki birsi Derek Chauvin ismli saqchi, saqchi sistemasida 19 yil xizmat qilgan tarixi va xizmat qilish jarayonida 2-3 qatim mukofotlangan, ammo 17-18 qatim tanqidga uchragan bir saqchi ekan. Qonun sistemasida mana shunday uzun yil necha qatim nimaga tanqidlashga uchrab turibmi, uzun yil ishlashmab, shu saqchi sistemasida ma'lum masalaning bog'liqligini tushuntirdi albatta. Xo'sh, endi bular bu yerga bir jinoyat o'tkazgan bir odamni qo'lga og'li kelgan. Lekin bular shu yerda qonunni bilib turib, qonun xilop ishni bir qilib qo'ygan. Ya'ni Derek Chauvin degan bu kishi, bu George Floyd degan kishiniki bo'yniga dastlab 9 minut turgan gap. Shu araliqda bu kishi bu George degan kishi bunun bak nida iltijo qilgan, meni qo'yib beringlar, tini qilmayapman deb, uni necha qatim deb ketgan. Oxirgi qatimda ana meni qutqizib ol degan gapni qildi ekan. Bu kishining onasi rahmatli bo'lib ketgan ekan. Endi shu gaplarni anglasa odamningki biroz yuragi haqiqatan og'riydi, ichi ishidi. Ammo ishlar afslindi. Bu 4 saqchininki ashada qonunni ijro qilish orqali odamlarning jamiyatning bexatarligini qo'g'dashning o'rniga bir $20 saqt pul ishlatib qolganligi uchun bir odamni sotning oldiga olib bormay, o'z oldiga ashada chekdan oshgan zo'rlik kuch ishlatish orqali uning jiniga zamin bo'lganligi odamning haqiqatan achchig'ini keltirdi, g'azabini keltirdi degan gap. Xo'sh. Bu ish yuz berib, ya'ni bu kishi George Floyd qazo qilib, atisi shu bu voqealarni suratga ilib olgan kishilar ijtimoiy taraflarga taqitgan ekan. Bu jamoat fikr paydo qilib 26-yilda shu voqea yuz bergan rayondagi saqchi idorasiga hujum qilish, ba'zi do'konlarni bulash voqealari yuz bergan gap. Shuning bilan birlikda bu voqea kengayib, Amerikadanki 150 shahriga kengayib, bular kishilar umumyuzlik bir xil namoyish qilishga taraf ketgan gap. Nima uchun taraf qildi desa, bu Amerikada qonun sistemasida shu saqchilar hokimiyat qatlamidagi saqchilar bilan qartaliklarning o'tirisida azotli bir surkilish bor. Kishilar o'tirisida, bir jamiyatda odamlar o'tirisida bir surkilish ziddiyat bo'ladi. Hamda shu Amerika jamiyatida ish bor. Bu yerda kishilarning shaxsiylarning qurol tutish huquqi bor. Shuning bilan birlikda shu ba'zilar qurolni xatoga ishlatib bir-birini o'tirab qo'ydigan ishlar bor. Masalan, qartalliklarningki bir-birini o'tirab qo'ydigan ishi va undaq voqea shu xabarga bir qatimda chiqadi, undan besilib qoladi. Lekin shu saqchilar bilan, aqtanlik saqchilar bilan qartaliklar o'tirisida voqea yuz bergan vaqtda, ko'pincha vaqtda yuz bergan voqea aqtanlik saqchining qartaliklarga nisbatan adadin ziyada zo'rlik kuch ishlatib qo'yish tufaylidan kelib chiqqan shunday bir voqea, tragediyalar, bir cho'ng voqealarni paydo qilgan shunday bir ish va Amerikada, ya'ni qonun sistemasida ishlaydigan kishilar bilan saqchilar bilan qartaliklar o'tirisida muayyan surkilish bor. Bular deydiki, bu saqchilar bizga zo'rlik kuchni ishlatadi, bizga yaxshi muomala qilmaydi, bizni yot ko'rdi, bir inson muomala qilmaydi deb. Bu aqlar deydiki, sizlar bularning ichida jinoyat yuz berish nisbati yuqori, zararli chekim ilib sotadi. Andan keyin shunday
o'g'irlab qo'ydi, unda buni deb mushtaq ayblashlar bor endi. Albatta jinoyat, adam degan jinoyat o'tkazmaslik kerak ekan. O'tkazgandan keyin uning tegishli jazosini tadbiq, lekin u qonunning adil qonunninki hukmiga qo'yilishi kerak-da. Hargizmi adolatning tarozisi qo'yilishi kerak. Hargizmi bir ishga soqchininki mas'uliyatsizlik qilib o'zining qonunning chekidan oshgan darajada kuch ishlatib bu odamlarni o'zining o'tkazgan jinoyatidan necha hassa ig'ir holda bunday jazolashi uning o'zimi bir jinoyat bo'ladi degan gap. Shuning bilan bu masala hozir bir George Floydning masalasi hozir dunyoning diqqatini tortib ketdi. Yana qandaq bir Amerikaning dushmanlari nima deb ko'rdi buni desa, yana dunyoda eng kishilik huquqni deb sanab qildigan davlatlar, zolim davlatlar, diktator davlatlar muqobbab sen o'zingki asonliq millatlaringga nachar muomala qilsan, ularni kamsitsan, sen boshqalarningki kishilik huquqini sen tanqid qilmay o'zingga qara, aynaga qara deb. Hatto shu demokratik davlatlarmi bunga qarta. Masalan, Milanda deymiz, kishilar namoyish qildi-ku, shunga qarta. Albatta adolatsizlik bo'lgan yerda uning nisbatan qarshilik bo'lish kerak. Biroq insonlar jamiyatida shu adolat bo'lmagandikinlar, taksizlik, tangsizlik bo'lgandikinlar, u tabiiy holda bir surkilishniki urg'uni chechib qo'yadigan gap. Shunga bir taraqqiy qilgan ochiq, bir insoniylikka to'lgan, mehr-muhabbatga to'lgan jamiyatni barpo qilishda bu odillikniki roli, adil bir jamiyatning barpo qilinishi intayin muhim. Albatta bu hamma kishilar qonun oldida barobar bo'ladigan, kishilar qonun bo'yicha o'zining huquqini qo'llaydigan, jinoyatchilarga qonun orqali jazo beradigan shunday bir adil sistema rasmiy o'rnatilgan vaqtda, ijro qilingan vaqtda, ko'pchilik mush ishlarga rioya qilgan vaqtda, anandan keyin bir biz da'vatgan nisbatan ochiq, tinch, gullangan bir jamiyatni barpo qila olamiz. Yashayotgan davlatlarimiz, jamiyatlarimiz bir buyuklikka aylanadi degan gap. Lekin bir tarafdan Xudo o'zining asosiy qonunida Xudo hamma odamni barobar yaratgan deb turib, qonun oldida hamma odam barobar deb turib, shu nimalarga qonunni ijro qilish jihatda kishilarningki qonun sistemasining qonunni odamlarni qo'g'dashning o'rniga odamlarga haddan ziyod shunaqa jazo yurgizib o'tishi, qonunning chekini atlab o'tib ketishi, andan keyin o'zining o'tkazgan jinoyatini yo'shirishi, buning o'zimi bir adolatsizlik. Bu xil adolatsizlikni biz nima deymiz desa, buyuklik qarzdorligi deymiz. Ya'ni ming qonunlarda, tashviqotlarda ming desimi, yozsimi, ammo u ijro qilinmasa, bu bir xil jamiyatningki, davlatningki xalqqa bo'lgan, xalqqa bo'lgan bir qarzdorligi deb ataymiz. Bu mening tushuncham. Xo'sh, endi bu George Floyd voqeasi yuz bergandan keyin dunyodagi nurg'un davlatlar, jamiyatlar buning qarta norozilik bildirdi. Bu bir qartalik kishiningki, albatta bu kishining o'ylab ketishi tragediyalik. Bu xil adolatsizlik qarta so'zlab ketgan dunyomi shunda xalqi selektiv, ya'ni tanlash xarakterli so'zlaydi ekan, ahvollarga qarasak, millionlab odamlar naqsizlik uchirgan vaqtda ko'zini yummagan, anglamagan, ko'zi ochiq, ko'r, qulqi va gaz dunyo mana shu mahl adolatsizlik uchun so'zlayotdi, bir odamning tragediyasi uchun so'zlayotdi, adillik deb so'zlayotdi. Shunga bu yerda shu adillik uchun so'zlayotgan, Amerikani tanqid qilayotgan davlatlar yoki shaxslarningki niyatlarining bakmo adil, bakmo adillik halqi tangpon barobarlik nuqtasidan chiqib so'zlab ketgan niyatning durust bo'lishi natayin agar shunday bo'ladigan bo'lsa, adillikning tarozisi bir o dunyoning har qanday yerida yuz berayotgan ishlarga, masalan, millionlab odamlar mana lagerlarga solingan xalqlarningkimi ko'ngliga, taqdirga ko'ngil bilgan, boshqalarga qo'lingni yig', jinoyatni to'xtat degan bo'ladi, undaq demadi. Shunga biz bo'layotgan ishlarga nazar solganimizda shu davlatlarningki ahvolini yaxshiroq tushunishimiz kerak. Nima shu gaplarni deydi, kimga da'vat qildi deganni bilishimiz kerak. Hargizmi aldirab bilan baho berib o'tmasligimiz kerak. Amerikaniki tarixida qartalliklar bilan shu nupus ko'p, hokimiyat qatlamida ko'p sonliqni egallaydigan aqtalliklarning o'tirsida muayyan bir surkilish bo'lib kelayotgan o'tixi tuguni yo'q. Ya'ni irqchilik dunyoning hamma yerida va jumladan Amerikadan bor. Ammo bu bir ochiq jamiyat bo'lgandan keyin erkinlik, demokratiya deb bir tarafdan to'g'laydigan ham axborot erkinligi bor davlat bo'lgandan keyin kishilarningki
namoyish qilish huquqi bo'lgandan keyin bular yana axborotlarda so'zlab, soqchilarni ayblab, hukumatni ayblab, o'zining huquqininki qonun oldida hamma odamning barobar bo'lishini talab qilib kelyotdi. Amerika nuqsonsiz emas, uning o'zgarishlik ijtimoiy illatlari bor, lekin Amerikadagi mavjud qonun oldida hamma odam barobar degan shu xil yoki Xudo hamma odamni barobar yaratgan deydigan shu g'oyaviy iboralarningki amalga ishida odamlarning suftiga qaraymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana bu qitim qilmish ishda idora jamiyatlar o'zining qattiq noroziligini bildirdi. Haqiqatan haqsizlik bo'ldi deb. Hatto oqtanlik soqchilar, oqtanlik shahar boshlig'imi cho'kin tizilib o'tirib o'zini George Floydningki bu ishiga o'zininki istashliqni bildirdi. Oqlami qartaliklar uchun Amerikaning har bir fuqarosiningki haq huquqlaridan barobar bahralanish uchun namoyishlarga qatnashdi, lekin namoyish urib chiqishga, do'konlarni bulashga aylanib, jamiyatning tartibini buzishga, begunoh kishilarningki bexatarligiga tahdid etilishga aylanib ketgan vaqtda buning xarakteri o'zgarib ketadi. Bu chaqda hukumatlar albatta hokimiyat qatlamdagilar bundan cho'chiydi, ansiraydi, besh qatidi va demaydigan gaplarni deb soldi, qilmaydigan ishlarni qilib soldi. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz kishilarningki shu masalalarga qarata uningki tarixiy jarayonini bilish kerak, bo'layotgan ishlarni bilish kerak, ananiki yuzlanishini berish kerak, yuzlanishni bilish kerak. Menimcha bu ish chiroyli tugaydi. Sabab 2014-yilda bo'lgan ish bo'lgan Mizzouri shtatiningki Ferguson degan yerda Michael Brown deydigan bir yosh bola, qartalik bola bir oqtanlik soqchi tarafidan shunday o'ltirilgan. Qasdalik o to'g'risida har xil gaplar bor. Shu ortiq zo'rlik ishiltib mushtaq bo'lganda, u to'g'risida nurg'un odam namoyish qilgan, 2 haftadan ortiq davomlashib, oxirida tinchlik bilan hal bo'lgan. Shu chog'dagi bir ayni vaqtda Gitler Germaniyasining jazo lageridan butun tuqqanlari qirilib ketib, o'zini saqlagan 14 yoshli bir qizdan, keyin 90 yoshli mo'mayga aylangan Heidi Epstein deydigan bir yahudi ayolning buni so'zi meni qattiq ta'sirlandi ekan. 6 yil burun bo'lgan voqea, shu kishining, shu ayolning degan bunday bir gap bor. Amerikada irqchilik haqiqatan mavjud. Bu Ferguson shahrida emas, Amerikaning hamma yerida mavjud. Ammo bu irqchilik, bu cho'ng adolatsizlik masalasi, buni cho'qim tugutish kerak. Hokimiyat beshidikilar bular o'ziga o'xshamaydigan kishilarni boshqa demakchi bo'lgani, boshqa irq, boshqa dindagi, e'tiqoddagi kishilarni, boshqa til, madaniyat kishilarni chat ko'rib, yot ko'rib, yaramsiz ko'rib, ularni kontrol qilgan obyekt, ularga ishonmaydigan obyekt desa, bu boshqa odamlarga ta'sir ko'rsatadi, jamiyatda muqimsizlik bo'lmaydi, xo'shallik bo'lmaydi, barobarlik bo'lmaydi deb mushtaq degan. Bu ayni vaqt 90 yoshga kirgan ayolning gapi, hozir hayot o'sib ayol balkim 95 yoshga kirdi. Demak, bir yaxshi bo'lgan jamiyatni barpo qilishda barobarlik cho'qim, odillik cho'qim bu bo'lishi kerak. Odillik bo'lgan vaqtda, barobarlik bo'lgan vaqtda davlatlar buyuk bo'ladi, jamiyatlar buyuk bo'ladi, xalqlar ham buyuk bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, buyuklik qarzdorligi hamon mavjud bo'ladi.